Oyi, nima bular qog'oz yerga tashlab ketishyapti? Kichkina narsalarning qadrini hamma ham bilurmaydi bolam. Oyi, siz nima chekolmadingiz? Har bir qog'oz ortida daraxtlarning umri bor bolam. Biz e'tibor bermagan narsalar tabiatga katta zarar keltirishi mumkin. Oyi, qarag'asiga. Aksariyat hollarda bizga bankomatning cheklari kerak bo'lmaydi, lekin bankomatning sizga chek kerakmi degan savoliga ha deb javob beramiz. Vaholanki, bu chekka hatto qarab ham ko'rmaymiz. Shunchaki tashlab yuboramiz. Har yili millionlab daraxtlar qog'oz uchun kesiladi. Shunday ekan, ortiqcha isrofgarchiklarimizga chek qo'yib, ona tabiatimizni asrashga hissa qo'shaylik.